Qarang. Tahoratxonani o'zi bir san'at, bir bog' kabi. Gap yo'q. Ha? Voy, buni qarang. Bu yoqda tolib ilmlarni o'tirish, dars olish jarayoni. Hozir bitta narsa ko'rsataman. Qarang. Gap yo'q, bu hadis. To'g'rimi? Har bitta hadisni ekranda o'qishingiz. Inshaalloh. Qarang. Har bitta hadisda shunday qilib qo'yilgan ekan. Har xil tilda. 1200 ta hadis bor. 1200 ta boplashibdi. Bunaqa texnologiyani ko'rganmisiz? Eng oxirgi zamonaviy texnologiyada shunaqa muzey ham qilishibdi. Shu darajada katta joy. Maşallah. Mana ko'rinish. Qani? Qo'lingizda qizingiz. Ya qo'li tekkizmasda. Yo'q. Yo'q. Voy katta joy ekan-ku, tugamayapti-ku. Mana shu yerga o'tirib, yurtsak bo'ladi. Mana. Voy, bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketamiz. Ular bilan bolalar uchun ham bitta xona. Ular bilan xonasi. Ha. Bolalarga ham maza bo'larkan. Tugamayapti joy. Shani mana shu davrda kirdi, mana o'sha davrda ko'rinishi. Imom Buxoriyning ko'rinishlari qaysi bo'lgan deyishadi. Bular mana qarang, u joyga qancha pul ketganini hisoblab deyga yetib bo'lmaydi, chunki hisobsiz arziydi hamda. Voy, bu yoqda yana bir boshqa bola. Ha, bo'ldi. Zuk juda kuchli ishlangan ekan. Voy, agar aylanadi.